Buyuk sizlar bilan baksiz. Bugun biz telefonni qanaqa zaryadkasini tejash yo'llarini o'rganamiz. Birinchi sizlarga chiroq o'chib qolganida telefon zaryadkasini tejash yo'llarini o'rganamiz. Bu faqat Android telefonlarda bo'ladi. Bunda tepaga chiqasizlar. Kirasizlar. Keyin esa quvvat tejagich bor. Quvvat tejagich. Короче, o'shani mana shuni yoqib qo'ysanglar, quvvatingiz tejaladi. Quvvat 50% to'liq zaryadlanishni o'chirish. O'sha mana. Keyin mana bu ham bor. Qayerda edi? Hop. Keyin quvvatni saqlovchi, короче, ultra batareya quvvatni saqlovchi o'shanaqalar. Короче, mana shuni yoqib qo'ysanglar, telefoningizlar chiroq o'chgan paytda quvvati saqlanadi. Nima narsaga ketdim? Qora. Mana, ko'rdinglar, shunaqa funksiyalar chiqib qoladi. Faqat mana bunisi xavfliroq, mana bunisi esa yaxshiroq. Bosilmayapti. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yinglar.